Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Bugun farzandlarimizni o'qishi, ta'lim-tarbiyasi haqida gaplashamiz. Ya'ni nega farzandlarimiz uyda kam dars qilyapti, nega ba'zida bizga quloq solishmaydi, nega o'qishlari pasayib ketayotganligi haqida va ularning sabablari haqida gaplashamiz. Farzandlari 10-15 yosh atrofida bo'lgan ota-onalar farzandlariga ba'zi bir narsalarni berib bo'lishdi, ya'ni o'zgartirib bo'lmaydigan, ortga qaytarib bo'lmaydigan darajada berib bo'lishdi. Ulardan biri, siz farzandingizga genni berib bo'ldingiz, ya'ni ko'z qoshi sizga o'xshashligi, bo'yi va hokazo. Ikkinchisi, siz farzandingizga tarbiyani ham asosiy qismini berib bo'ldingiz. Navoiy, Tolstoyni yozishiga qaraganda, ota-onalar farzandiga 7 yoshgacha, 5 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan oralig'ida tarbiyani asosiy qismini berib bo'lishadi. Yaponiyalik yozuvchi Ibuka Masaru, bu Sony kompaniyani asoschilaridan biri, o'zining 3dan keyin kech degan kitobida shunaqa yozadi: bolalarga 7 yoshgacha berilgan tarbiya, 7 yoshgacha ularni ko'nikmalari, o'rgangan narsalari, o'rgangan bilimlari xuddi biz yangi kompyuter sotib olganda unga o'rnatiladigan operatsion tizim, ya'ni Windowsga o'xshagan operatsion tizimga o'xshaydi deb yozgan. Ya'ni agar kompyuterda, mana ko'pchilik biladi, kompyuterda operatsion tizim qanchalik darajada yaxshi, mukammal bo'lsa, mukammal o'rnatilsa, kompyuterda keyingi programmalarni ishlashi, keyingi programmalarni ustanovka qilish ham xuddi shunaqa oson bo'ladi. Bola tarbiyasi ham, agar bola yoshligidan o'sha 5 yosh, 7 yoshgacha bo'lgan davrda tarbiyasi, ko'nikmalari yaxshi rivojlansa, undan keyin o'rganadigan narsalari, undan keyingi tarbiyalari ham osonroq kechadi. Biz bolamizga o'xshashligimizni berib bo'lgan bo'lsak, tarbiyani ham asosiy qismini bergan bo'lsak, endi unga nima bera olsak bo'ladi? Endi unga nima eng yaxshi bera oladigan narsamiz bor degan savolga javob: endi bolaga eng yaxshi muhit berish mumkin, eng yaxshi do'stlar berish mumkin. Muhit hattoki katta odamga ham ta'sir qiladigan narsa. Masalan, agar bola bekorchilar bilan qo'shilib qoladigan bo'lsa, u ham sekin-sekin bekorchi bo'lishni boshlaydi. Agar masalan o'g'il bolani atrofidagi sinfdoshlari sigaret chekadigan bolalar bo'ladigan bo'lsa, u ham sekin-sekin shunga moyilligi ortib boradi. Agar qiz bolani atrofidagi dugonalar qanaqadir qo'pol so'zlarni ishlatadigan bo'lsa, demak u ham sekin-sekin shu so'zlarni o'rganadi va ishlatishni boshlaydi. Agar bu ishlarni qilmasa, ular o'rtoqlaridan ajralib qoladiganday ko'rinib qoladi. Agar bola o'qiydiganlar muhitida bo'lsa, bola o'qimaydigan bola bo'lsa ham sekin-sekin o'qishga moyilligi ortib boradi. Men Aziz Haydarov eski litseyda o'qiganman. Men qatori va mendan yoshi yuqorilar bilishadi. Biza bir kichkinagina hovliga o'xshagan joyda o'qiganmiz. Uzog'i bilan 180-200 o'quvchi o'qirdi bizani o'sha oldin o'qigan litseyimizda. U litsey o'sha vaqtlardagi litsey boshqacha litsey edi. Hamma o'qiydigan bolalar yig'ilgandi. Agar sinfda o'qimaydigan 3-4 ta sal bezori bolalar bo'lsa ham, sinfdagi o'qiydigan bolalar hisobiga, maktabda muhit hisobiga o'sha bolalar ham o'qiydigan muhitga moslashib, ular ham o'qishga majbur bo'lishadi. Men shunaqa muhitda o'qiganligim, shunaqa muhitni ko'rganligim uchun hozirgi xususiy maktabimizda ham xuddi shunaqa muhit, shunaqa tizim yaratishga harakat qilaman va shu narsani mahkam ushlashga harakat qilaman. Maktabimizda hamma o'quvchilar bir maqsadda yig'ilgan, ya'ni o'qish maqsadida yig'ilgan va shu yo'l bo'yicha oldinga qarab yuramiz. Boshqa narsaga chalg'ishga yo'l qo'yilmaydi. Umumiy xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bolalarimiz yoshi kattargan sari ularga ko'proq ota-onasini emas, atrofidagi muhitni, atrofidagi o'rtoqlarning ta'siri ortib boradi. Bu haqida hatto kitob ham yozilgan. Kitobning nomi "Bolalaringizni qo'ldan chiqarmang" deb nomlanadi. Kitobda yozilishicha, bola katta bo'lgan sari ota-onam nima deydi deb emas, o'rtoqlarim nima deydi degan fikrda o'ylashni boshlaydi. Masalan, mana shu kiyimni olsam, bobom nima derkanlar yoki ota-onam nima derkan deb emas, o'rtoqlarim, sinfdoshlarim nima derkan degan fikrga bora boshlaydi. Ya'ni shunaqa o'ylaydigan bo'ladi va muhit shuning uchun juda muhim narsalardan biri. Bolani o'qishiga va tarbiyasiga muhitdan tashqari yana bitta hozirgi davrda eng katta ta'sir qiladigan narsalardan biri bu telefon. Bolani telefon ishlatish bo'yicha ikki xil qarash bor. Birinchisi, bolani yoshligidan qo'liga telefon berib, nazoratga olib, uni telefondan to'g'ri foydalanishga o'rgatish, ya'ni unga telefonga nisbatan immunitet hosil qilish. Lekin buni bitta notarafi bor. Ota-ona bolani har doim ham telefondan foydalanishini nazorat qila olmasligi mumkin. Agar bola nazoratsiz telefon ishlatsa, unda noto'g'ri foydalanish mumkin. Ikkinchisi, maktab davrida bolaga umuman telefon bermaslik.
keyin maktabni bitirib, yoshi kattarib, sal esini tanigandan keyin qo'liga telefon berish. To'g'risini aytsam, meni ham farzandlarim katta bo'lishyapti. Hozir men ham ikkilanishdaman. Qaysi telefon ishlatish bo'yicha qaysi yo'ldan foydalanish kerakligi haqida. Keyin qiziq bir ma'lumot izlab topdim internetdan. Ba'zi rivojlangan mamlakatlarda o'quvchilarni, ya'ni maktab yoshidagi o'quvchilarni telefondan, aynan telefondan emas, masalan, internetdan, Instagram, Facebook, TikTok, shunga o'xshagan platformalarda foydalanishi qonun jihatdan taqiqlangan. Ya'ni akkaunt ochish mumkin emas maktab yoshidagi bola. Endi telefondan foydalanishga qarshilik qilisholmaydi, chunki telefon mulk. Lekin agar imkoni bo'lganda, menimcha bunga ham taqiq qo'yishgan bo'lishardi. Ya'ni aynan maktab bolalari uchun. Masalan, bolani qo'liga telefon bilan kitob berilganda, bola qaysi birini tanlaydi degan savolga javob, u telefon kitobga nisbatan bolaga 10 barobar qiziqroq. Bola odatda ota-onasidan dars qilaman deb telefon olyapti. Hozirgi holatda ko'p kuzatiladigan narsalardan biri. Keyin o'sha sun'iy intellekt yordamida darsini qilyapti, masalasini ishlayapti yoki tarjimasini qilyapti. Bu degani uni o'rniga o'sha sun'iy intellekt fikrlayapti degani, uni fikrlash pasayib ketishiga 100% sababchi bo'ladi. Yoki qisqa videolar ko'rishga o'tyapti. Yoshi sal kattargandan so'ng Telegramda guruh ochib, har xil mavzularda gaplashyapti. Hozirgi deyarli hamma bolalar qisqa video ko'rishga o'tishgan. Qisqa video o'zi nomi bilan qisqa, ya'ni 10-15 sekund, uzog'i 1 minutlik videolar bo'ladi. Bu videolarni doimiy ravishda ko'radigan bolalarda sabr kamayib, bir narsani ustida, bir masalani ustida o'tirib bosh qotirish yo'qoladi. Bu nimaga olib keladi? Masalan, 2 soatlik uyga vazifasi bor bola uyga vazifasini 20 minutda, yarim soatda bajarib bo'ladi. Ya'ni o'tirib 2 soat dars qilishga uni sabri yetmaydi. Keyin ko'pchilik ota-onalar aytadi, bolam uyda dars qilmayapti deydi. Bizni bitta tavsiyamiz ota-onalarga, dars qiladigan vaqtni bola uchun belgilab berish kerak. Masalan, deylik, bola soat 5:30-6 ga uyga bordi. Choyini ichdi, dam oldi 1 soat. Demak, soat 7 dan masalan, soat 7 dan soat 9 gacha 2 soat uni dars qilish vaqti bo'ldi. U o'sha vaqt ichida uni darsi yarim soatmi, 1 soatmi, 3 soatmi farqi yo'q. Shu vaqt ichida o'tirib dars qilish shart. Hamma narsadan cheklab, telefondan, boshqa narsadan cheklab, dars qilish vaqtida bola dars qilishga kirishi va o'sha 2 soatdan ertaroq chiqib ketmasligini nazorat qilish kerak. Agar bolani darsi yarim soat, 1 soat bo'ladigan bo'lsa, u 1 soatda darsini qilib bo'lgandan keyin yana 1 soat majbur o'sha o'tirishga. Undan keyin nima qiladi? Undan keyin kitob o'qishi mumkin, undan keyin boshqa vazifasini qilishi mumkin, rasm chizishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Baribir o'sha foydali mashg'ulot bilan shug'ullanadi. Agar uni dars qilish vaqtini belgilab bermasak, u 20 minutda, yarim soatda darsimni qildim deb keyin telefonga yoki o'yinga chiqib ketish ehtimoli bor. Biz bola zerikmasin deymiz, ishimizni qilib olay deymiz, bolani qo'liga telefon beramiz. Telefon bolani yuzaki fikrlashga o'rgatadi. Aslida bola zerikishi kerak. Bola zerikkandan keyin o'ziga mashg'ulot o'ylab topadi. Masalan, bir narsa yasaydi, bir narsani buzadi, koptok tepadi, shaxmat o'ynaydi, kitob o'qiydi. Qandaydir baribir o'ziga foydali mashg'ulot o'ylab topadi. Kitob o'qish haqida hozir nafaqat yoshlar, yoshi katta insonlar ham kam kitob o'qiydigan bo'lib qolishdi. Bizani 8-sinfligimizda Fayziyeva Durdona ustozimiz bo'lardilar. Hozir ham borlar, umrlari uzoq bo'lsin. Nevaralari maktabimizda o'qiydi. Shu ustoz har chorakda bitta kitob o'qishni majburiy qilib qo'ygandilar o'sha vaqtda. 8-sinfligimizda agar kitob o'qib topshirmasak, biz chorak bahomiz ola olmasdik, ya'ni chorakni yopa olmasdik. O'shanda boshida bu ustozni qarorlari yoqmagan bizga, majburdan o'qiganmiz, boshqa bo'lgan, lekin keyin bora-bora kitob o'qish ko'nikmasi hosil bo'lgan. Undan ham qiziq narsasi, kitob o'qilgandan keyin ustoz bilan savol-javob, muhokama ketardi. Savol qanaqa bo'lardi? Savol, mana bu odam qachon tug'ilgan, mana bu masalan qahramonning ismi nima degan savol emas. Bu odam nima uchun bu qarorga keldi? Mana bu qahramonning o'rniga sen bo'lganingda nima qilgan bo'larding degan, mana shu fikrlashga undaydigan savol-javoblar bo'lardi. Hozir bizning maktabimizda 5-sinfdan 8-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarni har oyda bittadan kitob o'qishni majburiy qilib qo'yganmiz. Endi buni sabablari ko'p. Birinchisi o'sha bolani fikrlashini oshishi, ikkinchisi uyda telefonga yoki boshqa keraksiz narsalarga emas, kitob o'qishga vaqtini sarflashi va umumiy shu fikrlash darajasini, bilim darajasini yuqori qilish. Umuman maktabda bolani ikkita fandan tashqari, ya'ni ikkita asosiy fandan tashqari boshqa fanlarni bilishi, fikrlash darajasini yuqori bo'lishi juda muhim. Masalan, chet el universitetlariga topshirmoqchi bo'lgan o'quvchilardan
suhbat jarayoni bor. Ya'ni qabul qiladigan universitet suhbat qiladi bolani. U o'qishga kirish uchun topshirgan sertifikatlari bir taraf, u suhbatdan o'tish o'tmasligi bir taraf. Ya'ni suhbatni kuchi juda katta demoqchiman. Suhbatda nimalar so'raladi? Suhbatda sen mana shu ikkita fandan tashqari boshqa fanlarni bilasanmi? Qanaqa darajada bilasan? Yoki fikrlash darajasi qanaqa? Shunaqa savollar bilan bolani umumiy dunyoqarashi tekshiriladi. Shuning uchun bola har tomonlama yetuk bo'lishi muhim. Videomiz oxirida yana bir muhim narsa haqida aytib o'tmoqchiman. Hozir ota-onalarni bolalari bilan uyda suhbatlari kamayib ketgan. Ishdan charchab boramiz, vaqtimiz bo'lmaydi, yoqmaydi, u bilan birga o'tirib dars qila olmaymiz. Hammani telefoni bor, ya'ni vaqtni o'g'irlaydigan telefon ota-onalarda ham, bolalarda ham. Qisqa suhbatlarga o'tib qolganmiz hozir bolalarimiz bilan. Masalan, keldingmi o'qishdan, ovqatlandingmi, darsingni qil, uxla, bo'ldi. Agar biz bolalarimiz bilan suhbatlashmasak, ular bilan o'tirib dars qilmasak, biz ular bilan munosabatlarimizni shakllantirish jarayonini yutqazib qo'yamiz. Bizga farzandlari 5-6 sinfda o'qiydigan ko'p ota-onalar murojaat qilishadi. Bolasi uni eshitmaydi, bolasi ota-onasini aytganini qilmaydi. Siz ayting, ustozi sizni gapingizni bajaryapti yoki siz shu bolamni mana qilib bering, bu tarafga o'zgartirib bering deb aytishadi. Ota-onalar ta'sir qila olmasa, o'qituvchi qanaqa qilib ta'sir qilishi mumkin? Ota-onaning ta'siri uni yoshligida u bilan ishlanmagan, u bilan gaplashilmagan, u bilan suhbatlashilmagan. O'shani oqibatida o'rtada shunaqa bo'shliq paydo bo'lib qolgan. Shuning uchun oilaviy suhbatlarni bolalar bilan yaqin bo'lib, ularga qiziqarli mavzular bilan gaplashish bolani tarbiyasiga, bolani nafaqat tarbiyasiga, o'qishiga ham juda ham katta foydasi bor.